Men havasim kelyapti-da, chetdan qarab turibman shu kampirlar bilan kelganlar bor ekan, xotinlarni olib kelganlar bor ekan, haligi qo'shnisini olib kelganlar bor ekan. Havasim kelyapti. Deb tursam birov yonimga kelib, "Afandim" deydi. Ha desam, "Yangam qanilar, yangamni olib kelmadingizmi Toshkentga?" deydi. "Hey, alamimni ko'zlama daradim, nima uni qilganini aytasan. Bu alam qo'zg'ab ketyapti." May, nima bo'ldi afandim, nima bo'ldi deydi. Olib kelar edim. Yangangiz sal turishib qolgan desam, "Necha kilo?" deydi. 120 kilo. 120. Ha bo'pti. Shu hozir iloji qoldi. Afandim, yangam bilan mana fitness degan klublar bor. Ayollar boradigan klublar bor. Olib borsangiz, yangam bilan bozorlar desa bo'ladi. Olib dedim. Doktorga bordim. Doktorga borsa, doktor yangam bilan ozmoqchi bo'lsangiz, otda yurib sayr qiling debdi. Menga kelib, "Xo'jayin, menga ot top bering. Otda yursam, men sayr qilsam, bozor ekanman" dedi. "Otni qaydan olaman?" "Ot yo'q, mana eshagim bor dedim. Eshakni sayr qil dedim. Rosa bir oy sayr qil dedim. Natija qaraysiz, natija so'ra 20 kilo. Desam, haligi odam, ana yangam 20 kilo ozibdilar. Olib kelsangiz, ular ekan-ku" deydi. "Ey, mana yangam emas. Yangam menga eshagim 20 kilo ozdi" dedi. Olib kela olmadim. Havasim kelyapti. Men bir narsaga hayronman. Qaranglar-da, shu 8-mart bo'lsa, hamma bozorga yuguradi, do'konlarga yuguradi. Nima olib beradi ayolga? Gul oladi. Nimaga shunaqa men hayronman. Nimaga shunday? Desam, birov so'rayapti. "Afandim, nima olib bersin" deydi. "Ey" dedim, "men senga she'riy javob beraman" dedim. "Kelsa bahor ochiladi gul shoxida sayraydi bulbul. Ayollar ham gulday ochilar, qo'llariga berib tursang puldir." Qarang, yaxshimi? To'g'ri-da. O'zi tasavvur qiling. Ayolingizga bir dasta gul bersangiz yaxshimi? Yoki bir dasta pul bersangiz yaxshimi? Ayniqsa u ko'karib turgan bo'lsa, qaysi biri yaxshi? Pulmi, gulmi? To'g'risini ayting. Ayollar, to'g'risini ayting. Gul yaxshimi, pul yaxshimi? Pul deklaratsiya. Pulga o'rniga gul yaxshi deysizlar. Yaxshi, borlaringizga shukur. Borlaringizga shukur. Mana shu xo'jayinlar bilan qo'shaqarib, uvali bo'lib, navaralar qilib, navaralarni to'ylarini ko'rib, maza qilib o'tiringlar deyman-ku. Bir chol bilan kampir navaralarni gul to'yini qilib, oyoqni uzatib, "Qani kampir, mana endi kenja navarani ham uylantirdik. Maza qilib o'tiribmiz. Ana endi bir kelinni qo'lidan choy ichamiz." Kenja menga qarab, soat necha bo'ldi? 9 bo'ldi. Bu kelin chiqmayapti-ku. Nimaga chiqdi? Bu kelin degan chiqib, spirar edi. Bu san aytsang bo'lmaysiz. Endi dadasi, endi bu kishi uyalyapti, uyalmasin. Kelin degan chiqishi kerak. Kelinni chiqarish kerak. Bor aytsin. Ama to'g'ridan-to'g'ri aytsam bo'ladi. Bo'lmaydi desa shoshma debdi. Kampir budoq qilamiz. Sen supurgini olib kelib turib, "Men supuraman" desam, "Yo'q, men supuraman" deb shunaqa deymizda. Kelin deshikdan ekan, kelin uyalganida shunday chiqadi, supurgini qo'limizdan shunday olib, o'zi supurib ketadi. Ana qari bilganimda tarilmaydi. To'g'ri aytasiz. Supurgini olib kelib, "Menga bering, men supuraman." "Yo'q, menga bering, men o'zim supuraman." "Menga bering." Uyatga, "Yo'q, dursa." Sharaq kelin yotgan deraza ochiq. Nima gap tutdi? Shu haligi supuramiz, men supuraman deyapmishga qarshi o'tirdik-da. Kelinjon desa, uyalmaysizlarmi? Katta odamlar. Shuni ham bilmaysizlar. Bugun bitta supur, ertaga ikkinchi supur degan ekan. Shunaqa kelinlarni xudoga o'zi asrasin. Albatta, shunday bayramlardan otaxonlarni ko'rsam xursand bo'laman. Bayramlarda otaxonlar osh bo'ladi. Bayramlarda otaxonlar bosh bo'ladi. Peshonangda albatta ko'zi qosh bo'ladi. Buxoroda tongda sofi osh bo'ladi, uni yegan kampirlar ham yosh bo'ladi. Orzu bitta. Jaranglasini sofi oshni kap kerak. O'g'il qizlar o'z yo'liga omon bo'lsin, kampiri, choy kampirlarga bitta qarsak bo'lsin. Bizning choy kampirlarimiz, ayniqsa bizning choy kampirlarimiz qarigan sari shunday maqomlarni, klassik qo'shiqlarni, ayniqsa buxorocha qo'shiqlarni yaxshi ko'rishadi. Kelinglar, navbatni buxorocha qo'shiqlarga beramiz. Davramizni davom ettiramiz. Marhamat. Doira